Asalni qanchaga oldingiz? To'xtang, hisobini turing. Qanchaga oldingiz buni? 160 mingga. 160 ming so'mga qarang. O'xshamaydi endi. Nima o'xshash kerak har doim? Hamma narsani tushirib ketib, mashina pulini bermay turing-da, hozir o'sha olgan joyga borib turing, skidka qilib. Bu nomeringiz, bu nomer o'tmaydi. Bo'ldi, men turman. Atayin shu chiqib ketayotgan joyingizni shundoq chiqdimi? Chelseadan chiqmoqchilar qoldi. Yomon. Qara, sen beraman sana hozir. Qara. Sen yaxshilik qilishing kerak odamlarga. Duosini olishing kerak, sen mehribon bo'lishing kerak, sen ertaga ona bo'lasan, ikkinchi marta ona bo'lasan, tushunasizmi? Sen yaxshilik qilib duo olishing kerak. Keyin shuni arzonga sotamiz. Qanchaga? O'zing ayt. 99 ko'rsam bo'ladimi? Ana qarayda o'zi ajratsa yaxshi. Yuring masaga qolgan o'giylarni obzor qilib beraman. Keling, 99 ni olib ketasiz, xo'p? Bitta obzor qilamiz. Aysida yaxshilab kinnaladim. Hozir endi o'gilan sizlarga obzor qilib. O'zi unaqa skidka qilib beradigan qiz emas. Hozir emotsiya kirgizganim uchun xo'pdi-da. Obzor qilib beraman. Bunaqa kamdan kam topasizlar bunaqa o'gilarni. Ranglarini ham ko'ringlar, qanaqa sochni. Kamerada unchalik yetib bora olmayotgandir, lekin hayotda juda ham chiroyli qaranglar. Mana bunaqa fasonidan ham bor. İçi вообще ishoninglar, o'zim ham hozir kiyib ko'rdim, вообще oyog'iga shunda qolibdek bo'lib o'tiradi. Faqat bitta katta razmerini olsanglar, yaxshiroq bo'ladi. Xo'p, ranglarni ko'rdinglar, 99 ming so'mdan olasizlar.